Qarang, bizdan tarelkamizni olamiz, например, bir kunlik tarelkamiz. Tarelkani biz har doim 3 qismga bo'lib olishimiz kerak. Bir qismini kletchatka bilan, bir qismini uglevod bilan, bir qismini oqsil bilan to'ydirishimiz kerak. Endi bularning o'zini vazifasi bor hammasini. Biz bugun yegan ovqatimiz bizga energiya beradi, kuch beradi. Qarang, uglevodni olamiz, foydali uglevodlar. Grechka bo'lishi mumkin, misol uchun kunni 50-55% uglevod bo'lishi kerak. Uglevod, например, bulgur bo'lishi mumkin o'tda. Misol uchun guruch ham kiradi uglevodga foydali narsa. Perlovkalar, например, dukkakli mahsulotlarimiz, mosh, например, no'xatlar, mana shu narsalar. 20-25% oqsil bo'lishi kerak. Ya'ni go'sht, baliq go'shti, parranda go'shti bo'lishi mumkin. Tvorog, tuxumi oqi bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash narsalar. Bir qismini kletchatka bilan to'ydirishimiz kerak. Ya'ni sabzavotlarimiz, zelyoniy narsalar, brokoli bo'lishi mumkin, bodring bo'lishi mumkin bu narsa, shpinat bo'lishi mumkin. Endi juda ham ko'p brokoli, aytgandek, kabachki, boshqa narsalar. Обязательно uning ichida yog'i bo'lishi kerak tarkibida. Zaytun yog'i bo'lsa ham bo'ladi, avokado, qanaqadir tuxumni sarig'i, toplёный maslo aytgandek. Bularning hammasi foydali. Va qolaversa, mana o'zimizdan o'zbeklarda qo'y yog'ini aytamiz, ya'ni kurjuchni yog'. Bu ham juda ham foydali. Me'yorda iste'mol qilinsa, barchasi foydali. O'simlik yog'lari, to'g'risini aytaman, oldinlari qanchadir miqdorda foydali bo'lgan. Hozir bular rafinirованный maslani hisobiga kiradi. Men foydali elementi bor deb ayta olmayman.